Xo'p, assalomu alaykum. Ha, Xo'p, ustozlar, birinchi navbatda biz bilib olaylik, qanaqa texnik tarafdan biz hamma holatlar yaxshimi? Ovoz, birinchi navbatda ovozimiz. Sizlarga boryapti ovoz, tasvir ko'rinyapti, tez yozamiz. Mana shu guruhni o'zida ustoz qog'oz urishga kerak bo'ladi. Hozirgi qismiga kerak bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men ko'rolmayapman-ku. Yaxshi ko'rinyapti. Yaxshi, ovoz yaxshi. Xo'p, muhimi ovoz yaxshi bo'lsa, tasvir yaxshi bo'lsa, biz boshlasak bo'ladi. Taxminan sizlarni yarim soat, 40 minut vaqtinglarni olaman. Xudo xohlasa, juda ham foydali bo'lgan mavzularda gaplashamiz. Bo'lmasam boshladik. Qani bismillah. Xo'p, bugungi mavzuyimiz ta'limda tadbirkorlik, ya'ni daromadingizni 3 barobar oshiradigan formula. Nimaga bu mavzuni tanladik? Chunki biz ko'p so'rovnomalar o'tkazamiz yoki mana bugun ham mana shu demak guruh qaytadan noyabr inspektor loyihasi uchun so'rovnoma o'tkazganimizda ko'pchilikdagi asosiy muammolardan biri bu o'sha daromad bilan bog'liq bo'lgan, darsni sifati bilan bog'liq bo'lgan muammolari ko'pligi. Ota-onalar bilan muammolari bor ko'pchilikni. Va o'sha daromadi kam bo'lgan ustozlar juda ham ko'p. Shu ustozlarni biz o'zi xohlagan, umuman olganda mana shu asli qancha topishlari kerak bo'lsa, o'sha narsaga chiqarishni gaplashmoqchimiz. Xo'p, qaranglar. Ba'zilar bor ish topa olmagan, ba'zilar bor o'ziga mos joyda ishlamayapti. O'shalarni ham xudo xohlasa muammolarini hal qilamiz. Masalan, o'quv markazida qanaqa yo'l tutish kerak, masalan, uy sharoitida dars o'tadigan bo'lsa qanaqa bo'lishi kerak, hammasi haqida gaplashamiz. Xo'p, orqadan kelayotgan shovqin uchun ming bor uzr, pastda nimadir muammo bo'ldi shekilli. Xo'p, endi qaranglar ustozlar, biz mana shu mental arifmetika ustozlarini odatda trener deb nomlaymiz. Sababi xuddi mana sportsmenlar, bolalarni yoki sportchilarni sport musobaqalariga tayyorlagani kabi bizni mental arifmetika trenerlarni ham vazifasi bolalarni mana shu mental arifmetika bo'yicha bo'ladigan musobaqalar, olimpiadalarga tayyorlashdan iborat. Ya'ni trenerlik bu o'qituvchilikdan ko'proq narsa degani. Ya'ni o'qituvchi faqat shunchaki o'rgatsa, trener o'sha qaysidir maqsadda o'zaro belgilanadi, shogird bilan birgalikda o'sha yerga borishi qadamlarini ko'rsatib turadigan o'qituvchi hisoblanadi. Xudo xohlasa bugun sinalgan va darhol natija beradigan uslub haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsak, oxirgi postga bitta oluvchani qo'yib yuboramiz. Bo'la qolinglar. Tayyormisizlar deb yozib yuboraman. O'shanga sizlar oluvchani qo'yib yuborsanglar yaxshi bo'lardi. Mana ketdik. Hozirda biz 30 dan oshiq ustozlar kuzatyapti. Bosib yuboringlar. Yaxshi. Chunki qaranglar, aktivlik juda ham muhim. Men bilib turishim kerak, bu yerda nechta ustoz eshityapti, o'zi qanchalik foydali bu gapirayotgan gaplarim bo'lyapti sizlarga. Shuning uchun. Demak, birinchi navbatda ustozlar, maqsad harakatni navigatori deb mavzu qo'ydik. Nima degani bu desanglar? Ustozlar, mikrofonni o'chirib turamiz. Maqsad harakatni navigatori degani bu ustozlar bilinglar, har qanaqa faoliyatda, u xoh siz hozir mental arifmetika trenerisiz, xoh farzandingiz bilan bir natijaga erishmoqchisiz, xoh aytaylik uyda nimadir narsa qilmoqchisizlar, oilaviy bir nima qilib aytaylik xolodilnik olmoqchisizlar, eng oxirgi rusumdagi xolodilnikni masalan aytaylik. Mana shu jarayonda ustozlar maqsadni aniq bo'lishi natijani yaxshi bo'lishini va natijani tezroq chiqishini ta'minlaydi. Bu bo'yicha juda ham ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan. Shuning uchun ustozlar, kelinglar, hamma qo'li yo telefoniga yoki mana shu kommentariyaga yozinglar, 3 oylik maqsadinglar nima? Yozasizlar ism familiyanglarni. Masalan, aytaylik, Nargiza Salahuddinova yozadi 3 oylik maqsadim. 3 oylik maqsadga yozinglar. Qisqacha nima? 6 oylik maqsadinglar nima? Uni yozasizlar. 1 yillik maqsadinglar nima? Buni yozasizlar. Ketdik. Bo'la qolinglar faqat. Tez ketdik. Tez yozamiz faqat. Nima maqsadimiz bor? Hozir ustozlar yana bundoq bo'lar ekanmiz. Yana rasmga tushirib qalamga qo'yib olishimiz kerak. Xo'p. Kommentariyada kutaman. Tezroq. Tezlashamiz.
Faqat qaranglar, yozinglar 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik deb. Shunchaki yozib tashlamanglar. U qanaqa vazifa to'lanadi? Maqsadi necha oylikligini. Tushunarli? Tez, tez, tez faqat ustozlar. Tushuntirayotganimda diqqat bilan qarab turinglar. Shu narsaga qarab turib, keyin harakat qilinglar yaxshiroq. Tez yozamiz. Biz ularni olmayapmiz. Bilmadim ustoz. Ularni olmayotgan bo'lsangiz, o'zingizdagi texnik tarafdan muammo. Zo'r ustoz bo'lish hamma bilimlarga biz ularni olmayapmiz. 3 oylik o'quvchilarni ko'paytirish, reklamani kuchaytirish. Masalan, Atajanova degan ustozdan shunaqa 6 oylik rejalari ko'nikmani, bilimni yanada mustahkamlash. 1 yillik o'quv markaz ochish kamida 200 bola bilan. Zo'r. Ziyoda Bozorboyeva ustozimiz yozibdi-da, 3 oylik maqsadlari o'quvchilarimni olimpiadada chempion qilish, 6 oylik maqsadlari o'quvchilarimni ko'paytirish, 1 yillikda malaka oshirish, xalqaro sertifikat olish. Zo'r. Qaranglar. Masalan, Ziyoda o'sha ustozni maqsadlarini yaxshiroq ko'raylik. Mana maqsad o'zi shunaqa bo'lsinki, ustozlar mavhum bo'lmasin, aniq muddatda, sonlarda aniq bo'lsin. Masalan, 3 oylik maqsadim. Muddat aniq. O'quvchilarimni olimpiadada chempion qilish. Aynan qaysi olimpiadada? Ha? Bu muhim. Aynan nechta o'quvchingizni. Keyingisi 6 oylik maqsadlarni qaranglar. O'quvchilarimni ko'paytirish. Hop, nechta qilmoqchisiz? 150 tami, 120 tami yoki 200 tami? Buni ham albatta yozing. Va masalan 6 oylik uchun siz maqsad qo'ydingiz, o'quvchilaringiz sonini 200 taga ko'paytirish. Endi har oy nechtadan siz olishingiz kerak. Bu ham ustozlar, iltimos, mikrofonni o'chiringlar. Kimda oshiqcha mikrofon yoniq turibdi? Tak, Madina degan profildan kim? Rasmlariga o'chiramiz mikrofonni. 1 yillikda malaka oshirish, xalqaro sertifikat olish. Aynan qayoqda? Shularni yozsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Mansurova Shahnoza ustoznikini bitta o'qib beraman. 3 oylik maqsadim o'quv markazida mental arifmetikadan dars berish, bolalarga sifatli ta'lim berish. 6 oylik o'quvchilarimni sonini ko'paytirish. Demak, 6 oylik maqsadlari 100 ta qilish ekan. 1 yillik maqsadlari ustoz Pro'ni olimpiadasi uchun o'quvchilarimni boshlanishdan puxta tayyorlash. Hop, Qobilova Ozoda ustozimiz 3 oylik daromadimni 6 millionga chiqarish, 6 oylikda o'quv markazi ochish, 1 yillikda o'quv markazini bir qilish, nomer 1 qilish, ya'ni birinchi raqamli qilish demoqchilar. Xo'p, zo'r. Mana ko'pchiliginglar yozdinglar. Qaranglar, endi mana shu maqsadinglar, hozir biz taxminan 1-2 daqiqa vaqt sarflab turib yozdinglar bu narsani. Endi mana shu efir tugaydi-ku, bugun uxlamanglar. Mana shu narsani aniq oxirigacha yetkazinglar. Endi bu maqsadlarni qilish uchun avvalo o'zingizlarga savol beringlar. Bu qanchalik bu sohada ketmoqchisizlar? Mana ikkita savol berishinglar kerak o'zingizlarga. Nega aynan bu sohadasiz? Aynan nimaga mental arifmetika bo'yicha pedagoglik qilyapsiz? Buni yozib chiqing, oq qog'oz oling, erinmang. Shunchaki miyangizda anaqa xayol qilish o'zi yetarli emas. Yozish kerak. Aynan keyin ko'rinadi ko'zingizga. Miyangiz shunaqangi, mana miyamiz shunaqa bo'ladiki, odatda biz ko'pincha aldaydi. Masalan, bir narsani asli unchalik qo'rqinchli bo'lmasa qo'rqinchli ko'rsatadi, qiyin bo'lmasa qiyin ko'rsatadi. Shuning uchun hamma narsani bitta joyga qo'ysangiz, aynan nimaga bu sohadaligingizni masalan 1, 2, 3 qilib 10 tagacha sabab keltirsangiz va o'zingiz ishoning shunga. Demak, rostdan ketsam bo'lar ekan. Yo'q, men bu sohada o'zim ko'ra olmayman. Shunchaki yetaylik vaqtinchalik, hozir talaba bo'lganim uchun yoki hozir kichkina bolam bo'lgani uchun shu sohadaman bo'lsa, o'shanga qarab turib harakat qilasiz. Tushunarlimi? Keyingisi, yana qancha muddat mental arifmetikada o'zingizni ko'ryapsiz? Yozamiz. Qani yozinglarchi? Yana qancha muddat shu sohada ketishni taxminan reja qilib turibsizlar? Ketdik. Yozamiz. Yana qancha muddat? Qani yozinglarchi, bir ko'raylikchi. Kim o'zini qancha ko'ryapti mana shu sohada? Xo'p, 20 yil, Naim ustoz, Alloh taolo umr bersa, 20 yil mana shu sohada bo'lasiz, juda ham ajoyib. 10 yil Qobilova Ozoda ustoz, tajribali pedagoglar o'xshaguncha. 15 yil deb yozganlar bor ekan, Nargiza ustozdan, Sherzodbek profildan tajribali pedagoglar bo'lguncha ekan. Keyingisi Ayim Otajonova profilidan keyingi farzandni dunyoga keltirguncha 1 yillik tanaffusdan keyin yana davom qilaman. Zo'r. Keyingisi Shahnoza ustoz, mental arifmetika kursiga qo'shilganimdan beri nafaqat o'quvchilarim, o'zim ham katta bilimlar oldim. O'qitish uslublarim o'zgardi. Men inshaalloh davomiy bo'laman, chunki mental arifmetika faqat bu o'qish emas demoqchiman menimcha. Xo'p, Nodiraxon Zayniddinova ustozimiz, Alloh bergan umri qadar, Xudo xolisa. Hayotxon ustozimiz 10 yil debdilar.
Orzugul ustozimiz zo'r shogirdlar chiqquncha, zo'r Gulhayo Sobirova. O'z ishim bilan parallel olib borish. Gulbahor ustoz yozibdilar, 5 yil keyin tanaffus davom etaman. Muqaddam ustoz 12 yil. Xayrullayeva Marjona ustozimiz davomiy debdilar. Guljahon ustozimiz doimiy deb umid qilaman deb yozibdilar. Oygul ustozimiz men uzoq ko'ryapman, hali endi ish boshladim. Umrimiz uzoq bo'lib tursin ilohim deb yozibdilar. Amin aytganlaringiz kelsa, mana ba'zi bir ustozlar 5 oy degan, chunki ko'p baribir oramizda 90% ya'ni mental arifmetika trenerlari yoki hozirgi kuzatuvchilarning ko'pi bu ayol kishilarimiz. Ularda bo'ladi onalik ta'tili, o'zlari xohlagan, xohlamagan holatda bu ta'tilga chiqishlari majburiy. Undan keyin yana qaytib ishlashlari mumkin. Sizlardan kutmagan edim bunaqa katta muddatlarni, chunki rostdan ham shu sohani o'zinglarni umrbodlik kasbinglar deb bilganinglardan juda ham xursandman. Shuning uchun bugun beradigan xudo xolisa nima deydi, insaytlarimiz, tajribalarimizdan kelib chiqqan bilimlarni qo'llasanglar yaxshi natija qilasizlar. Xo'p, maqsadsiz trener, natijasiz trener degani, chunki ba'zida bo'ladi, mana umrimizda hammamizda bo'lgan, u xoh o'qish jarayonlarida bo'lsin, xoh ish jarayonida bo'lsin, ba'zida holat shunaqa bo'ladiki, siz bir ishni xohlaganingizdan emas, shunchaki buni qilishingiz kerakligi uchun qilib yurasizda. Ya'ni aniq bir narsa yo'q, bir erishishingiz kerak bo'lgan cho'qqi yo'q, aniq nuqtadan bir nuqtaga borishingiz kerakligi yo'q. Kun o'tsa bo'ldi, vaqt o'tsa bo'ldi, o'sha yana 30 kun o'tsa oyligim moli bo'ldi. Mana shunaqa holatda yashaydiganlar ham yoki ishlaydiganlar ham ko'p. Ularda ko'pincha professional bo'lmaganda mana shu kasbiy tarafdan o'sish juda ham kam bo'ladi yoki orqaga ketmasa deyarli o'sa olmaydi. Mana shuning uchun ham ustozlar doimiy oldinglarda qanaqadir qisqa muddatga maqsadlar qo'yib olinglar. Bu nafaqat o'zingizlarga, balki o'quvchilaringiz bilan ham bu ishni qiladigan bo'lsanglar, mana sizlarga buni anaqa psixologik tarafdan tushuntirib berishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, men sizni olib chiqib ketdim, sizni eng yaqin odamingizman. Aytaylik akangizman yoki xo'jayiningizman yoki aytaylik otangizman, sizni olib chiqib ketyapman. Yur qizim dedim. Olib chiqib ketyapmanda bir 2 soat yurdik. Ozgina mashinada yurdik, keyin piyoda yurdik, yana bir mashinaga chiqdik. Keyin oxiri hattoki sizni otangiz bo'lsa ham, siz dunyoda yelkangizni, ya'ni yelkasiga boshingizni qo'yishingiz mumkin bo'lgan odam bo'lsa ham, oxiri aytasiz, otajon to'xtaylik, qayerga ketyapmiz o'zi? Men g'alati bo'lyapman. 3 soatdan beri yuryapmiz, hali bir to'xtamadik yoki qayerga ketayotganimizni aytmadingiz deb qolasiz. Lekin aytaylik safar bir kunlik safar. Qayergadir chet elga ketyapsiz. Birinchi siz uchadigan bo'ldingiz Tojikistonda. Mana shu narsani otangiz yoki xo'jayingiz sizga boshini aytsa, "Palonchixon, biz ertaga Turkiyaga uchamiz. Qozog'iston orqali uchamiz, chunki ularda aviabiletlar arzon ekan. Shuning uchun Qozog'istonga birinchi avtobusda yetib olamiz. Anaqa masalan aytaylik, avtobusda 4 soat yuramiz, ana undan keyin samolyotga chiqamiz. Samolyotda aytaylik biz bormoqchimiz aslida Istanbulga, lekin biz Anqaraga qo'namiz, chunki u yoqqa arzonroq ekan. Undan keyin yana aytaylik avtobusda Istanbulga boramiz desa, yoki bu yo'l qanchalik qiyin, qanchalik yuklaringiz bilan yursangiz ham, lekin maqsadlar boradigan nuqtani aniqligi, qancha vaqt ketishini aytganimizdan keyin yoki xo'jayingiz sizga shu narsani tushuntirib bergandan keyin sizda nima deydi? Qancha charchoq bo'lsa ham, qancha qiyinchilik bo'lsa ham sabr qilasiz, chidaysiz. Ya'ni maqsadlar ham xuddi shunga o'xshash holatda kerak bo'ladi. Siz orada qanchalik qiyinchilikka uchramang, o'sha narsaga yeta olishingiz uchun, to'xtab qolmasligingiz uchun, qo'lingizni siltab qo'ymasligingiz uchun juda ham kerak bo'ladigan nima deydi? Bizni harakatga keltiruvchi motiv deb qarashimiz kerak. Tushunarli? Shuning uchun boshiga birinchi navbatda biz oldimizga qo'yib olaylik, qayerga bormoqchimiz. Reja, maqsad aniq qadamlar bo'lishi kerak. Ana undan keyin biz o'sish, rivojlanish, nimadir cho'qqiga chiqish, chempion bo'lish, o'quvchilarni zo'r qilish haqida gaplashsak bo'ladi. Demak, birinchisi tushunarli bo'lsa, endi asli ikkinchisi bo'lishi kerak ekan. Mayli, birinchisiga davomiy bo'lsin. Faqat yaxshi o'qituvchi bo'lish o'zi yetarli emas ustozlar. Hoziroq sizlar ustozlar miyamizdagi bitta qarashni o'chiraylik. Biz shunchaki pedagog yoki o'qituvchi emasmiz. Sizlar hozirgi faoliyatingizda aslida juda ham ko'p funksiyali mutaxassislar. Masalan, o'zingizlarni tadbirkor sifatida ham ko'rsanglar bo'ladi. Tushunarli? Nimaga desanglar, chunki sizlar faqatgina dars o'tmayapsizlar. Undan tashqari, mana shu kursinglar o'zingizlarni kichik bir tadbirkorlik faoliyatinglar bo'lsa, shuni o'sishi, oylik davomiy daromad kelishi, ijaralarga pul to'lash, agar qo'shimcha yordamchisi yoki xodimingiz bo'lsa, ularga pul berish, hammasi haqida o'ylaydigan odamsiz. Ya'ni bu ish kim ishi asli? Tadbirkor ishi. Va o'z navbatida tadbirkorlik anaqa kiyimini kiydingiz, undan keyin psixologlik aytaylik kiyimini kiyishingizga, ko'ylagini kiyishga to'g'ri keladi. Sababi ota-onalar bilan ishlaysiz.
bolalar bilan ishlaysiz. Chunki pedagogika faqatgina 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bilan bitmaydi. Ruhan har doim bolalar bir xil holatda bo'lmaydi. Har doim ham ana jo'shib turmaydi. Ustoz bering ishlayman yoki eting qilaman deb tura olmaydi. Shu taraflari bor. Va kerakli joyda marketolog bo'lasiz. Endi demak marketolog ishi nima desanglar, o'ziga mijoz yig'ish, bor mijozlarni aytaylik roziligini oshirish, uning uchun nimalar qilish kerakligini bilish uchun mijozlar bilan o'zaro aloqaga kirish, turli xil aytaylik tadqiqotlar o'tkazish, mana shu narsa. Va o'z navbatida o'sha o'quv jarayoningiz bitta xonani ijaraga olgan bo'lsangiz, xoh maktabdan, xoh o'quv markazidan yoki boshqa joydan, siz endi u yerni boshqaruvchiligini ham qilasiz. Masalan, svet o'chib qolishi mumkin, aytaylik marker tugab qolishi mumkin, yana qog'oz, printerda qanaqadir muammolar, uni siz shunaqangi to'g'ri bir boshqaruv tizimi qo'yingki, na bu dars sifatini tushirmasin, na sizni dars berish jarayoningizga xalal bermasin yoki o'quvchilarning qulayligini yo'qotib qo'ymasin. Shuning uchun ustozlar, sizlar bitta narsani tushunib olinglar. Sizlar shunchaki bitta o'qituvchi yoki oddiy o'qituvchi emassizlar. Bir paytning o'zida ko'p funksiyali odamsizlar, tadbirkorsizlar, kerakli joyda menejersizlar, kerakli joyda marketologsizlar. O'zinglar bilib bilmasdan mana shu 4 ta kasbni funksiyalarni bajarasizlar. Shuning uchun o'zi asli sizlarga anaqa qo'yish kerak, haykal qo'yish kerak majoziy ma'noda. Juda ham zo'r ish qilyapsizlar. Aslida bitta odam emas, 5 ta odam qilish kerak bo'lgan ishni o'zinglar qilib uddalayapsizlar. Hozirgacha tiriksizlar. Ya'ni qaysi ma'noda o'sha ishinglar yurib turibdi, to'xtab qolgani yo'q. Demak, sizlar uddalayapsizlar va bundan ham ko'proq narsalar qilishinglar mumkin. Kelishiga, demak, bu ham tushunarli bo'ldi. Ana endi ustozlar, masalan, baribir xohlaymizmi yo'qmi, biz kasb tanlayapmiz va bu kasbimiz bizga daromad keltirmaydigan bo'lsa, katta ehtimol bilan bu kasbdan sekin-sekin sovishni boshlaymiz. Masalan, kimdirlar bor, o'zini juda ham fidoyi, vatanparvar yoki aytaylik mana shu ta'lim anaqasi nima deydi, odami sifatida ko'rsatsa ham, aslida kelinglar, masalan, gaplashib ko'ramiz. Masalan, sizlarga pul kelmay qoldi shu sohadan. 1 oy, 2 oy uzoq bo'ldi, shu bilan 3-chi oyda jo'ta bu soha ham o'lganga o'xshaydi deb turib boshqa yo'nalishga o'tib ketasizlar. Ya'ni nima demoqchiman? Xohlaymizmi yo'qmi, har qanaqa kasbda sizga daromad keltirmaydigan bo'lsa, bo'lib hozirgi kapitalizm jamiyatida juda ham qiynalib qolasizlar. Shuning uchun shunaqangi ish qilinglarki, shunaqangi uslubga o'tib olinglarki, yaxshi daromad kelsin va sizlar kasbinglarni maza qilib qilinglar. Ya'ni maza qilib bajaringlar, shunday orqasidan zo'r natijalar chiqishi kerak. Tushunarli-a? Mana shu darajaga chiqish uchun avvalo qilishinglar kerak bo'lgan ish daromadni oshirishdan oldin quyidagi teshiklar yopiq bo'lishi muhim. Ya'ni masalan aytaylik, buni chelakka qiyoslaydigan bo'lsak, chelagiga qancha suv to'ldirmaylik, unda teshik bo'ladigan bo'lsa, ishoninglar, hech qanaqasiga bu chelak suv bilan to'lmaydi. Xuddi shunaqa sizlar qancha reklamalarga pul sarfladingiz, hamma yoqlarga e'lonlaringizni yopishtirib chiqdingiz, kirmagan sinfingiz qolmadi, hamma sinfga kirib turib darslaringiz haqida ma'lumot berdingiz, lekin o'quvchilaringiz soni pasayib ketaveradi. Nimaga? O'sha reklama berganingizda, e'lon tarqatganingiz ko'payadi, keyin yana 1 oyga qolmasdan yana pasayib ketadi. Nimaga desanglar, chunki avval siz ichkarida qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bor. Ichkarini isloh qilishingiz kerak bo'lgan ishlaringiz bor. Ular masalan dars sifatini oshirish. Biling, siz hozir 20 ta odamga pala-partish dars berib amallab yurgan bo'lsangiz, lekin o'quvchilaringiz soni 70 ta, 50 tadan oshsin, ishoning, bunaqa uslub endi ishlamaydi. Birinchidan siz vaqtingiz yetmaydi, sifatni oshirish kerak. Sifat qanaqa oshiradi? Sifat doim tizimlashgan joyda oshadi. Bu nima degani? Har bir darsingizda nima qilishingizni, nechta misol ishlaydi bolalar, qanaqa mashg'ulotlar bajaradi, oldindan bilishingiz kerak. O'zingiz, xoh siz yollagan ustozlar hammasi bilish kerak bo'ladi. Keyin ota-onalar bilan mustahkam aloqa. Ustozlar, bir narsani tushuninglar. Bu bizning soha shunaqangi sohaki, ota-onalar bilan yaxshi aloqa qilmasdan turib, bu sohada yaxshi bir rivojlanib keta olmaysiz. Chunki asosiy qarorni ota-ona beradi. To'g'ri, ba'zi bir joylarda bolalarga ham ahamiyati bor. Bu xuddi pampers ishlab chiqaruvchilarning ishiga yoki bog'cha ochgan odamlarning ishiga o'xshab ketadi biz soha ham. Masalan, bog'chada ham qaranglar. Faqat ota-onaning gapi bilan ham ish bo'lavermaydi. Ba'zi bir mashg'ulotlar bolalarga yoqimli bo'lishi kerak. O'sha darsingizda yoki o'sha kun davomida o'sha siz tayyorlagan ovqat, siz tayyorlagan menyuni yeya olish kerak, siz tayyorlagan mashg'ulotlarda qatnasha olish kerak. Bo'lmasam bola xarxasha qilishni boshlaydi. Men bormayman deydi bog'changizga. Yig'laydi, oyog'ini tiraydi. Ota-ona bir hafta olib keladi, 10 kun olib keladi, yig'lab kelsa ham.
oxiri aytadi nimadir noto'g'rida, keyin boshqa yoqqa berib qo'ya qolaylik deydi. Ya'ni bu joyda bolani roli yaxshi bo'ldi. Yoki bolalarga zo'r yoqyapti, lekin siz buni ota-onaga ko'rsatib bera olmayapsiz. Bu jarayonda ham ota-ona sekin-sekin sizga bo'lgan ishonchi, sizga bo'lgan, ya'ni sizni darsingiz yoki sizni mana shu faoliyatingiz muhimligi bo'yicha unda muammo paydo bo'ladi. Aytadiki, bu bekor narsa bo'lsa kerak degan fikr, ya'ni ahamiyati pasayadi-da. Shu jarayonda ham siz doimo ota-onalar bilan to'g'ri ishlab yuradigan bo'lsangiz, hozir qaysi mavzudasiz, bir oydan keyin qaysi nuqtaga yetib kelasiz, va keyingi oyda nima bo'ladi, nimaga musobaqaga borish kerak, nimaga har bir bola yana qo'shimcha manmunchadan 50 mingdan xarajat qilish kerak. Bularni siz guruhda yoki har bir ota-ona bilan individual ishlash jarayonida yoki o'sha suhbat jarayonida ko'rsatib bermaydigan bo'lsangiz, sekin-sekin masalan ota-ona o'ylab qoladi, 3 oy bo'ldi, bola mentalga qatnashdi, yetadi, endi boshqa narsaga beraman, tilga o'rgataman, matematikaga beraman deyish mumkin. Aslida bu yetarli emas. Qaytamga endi hozir 3 oyda tortib oladigan bo'lsa, hamma yoq kasha bo'lib ketadi. Matematikaga borsa, na oddiy hisoblashda usta bola, na mental hisoblashda usta bola. Mana shunaqa keyin muammolar paydo bo'ladi. Keyin ota-onalar aytadi, o'zi mental arifmetika ishlamaydigan narsa ekan degan xulosaga kelib qolib, odamlar orasida noto'g'ri fikrlar tarqatib beradi. Shuning uchun siz ota-onalar bilan doim shunaqangi yaxshi aloqa qiling. Nimaga bu mashg'ulotni qildingiz? Nimaga bugun darsingizda yetelik darsxonada emas, tashqarida piknik formatida o'tdingiz? Hammasini siz tushuntirib boring. Xuddi mana bu xususiy bog'chalarda bilsangiz, hozir qilayotgan mashg'ulotlarini, yegan ovqatini, nonushtaga nima yedi, uyquda kim qanaqa uxlab yotibdi, hammasini tashlab turadi. Xuddi shunaqa qilib sizlar ham dars jarayoninglarni iloji boricha dars sifatiga ta'sir qilmaydigan darajada Telegramdagi ochilgan maxsus gruppada ortib boringlar. Bu juda ham muhim. Keyin tizimli darslar. Tizimli darslarni qurish uchun avvalo siz B tochkangizni aniq bilishingiz kerak. Xuddi boshida maqsad qo'yganimizdek, bu yerda ham aniq maqsadlar bo'lsa. Masalan, men tavsiya qilaman, tizimli darslar qurish uchun masalan, maxsus bizda aytaylik sertifikat tizimi bor. Bu aynan biz ishlab chiqqan tizim emas, bu xalqaro tizim. Ana shu tizimga ko'ra 12-darajadan to bola 1-darajagacha borish kerak. Siz masalan, dastlabki 8-darajagacha bemalol bitta har oyda bitta darajadan o'tib bora olsangiz, keyingi darajalarda 2 oyda bitta darajani bosib o'tasiz. Xuddi masalan IELTS bor, yoki aytaylik har xil karatega bolalaringizni bergan bo'lsangiz, bilasiz, ana boshida oq belbog', har xil belbog'lari bor-ku, eng anaqa yaxshisi qora belbog'-ku, o'shanga borguncha darajalari bor. Xuddi mental arifmetikada ham xuddi shunaqa darajalar bor. Har bir darajada masalan imtihon bo'ladi. Bola o'sha onlayn ravishda topshiradi, xoh guruhda, xoh yakka shaklda topshirsa bo'ladi. Sertifikat beradi, tahlili beriladi. Nima bo'ldi, bola qanaqa darajaga chiqdi, nima o'rganibdi, nima yo'qotibdi, nima yutibdi, nima yutqizibdi, hammasini ko'rsatib beradigan bo'lsangiz, ota-onalar ham aytadiki, bolam hozir 4 oyda bu kursdan yulib olishim noto'g'ri ekan. Endi bolam 8-darajaga kelibdi, masalan 4 oyda. Hali 1-darajagacha borish kerak ekan deb, o'sha narsa bilan sizni o'quvchingizni umri ham o'sadi. Qanaqa ma'noda umri uzayadi? Ya'ni sizda shu kursingizda qatnash davomiyligi o'zgaradi. Masalan, 5-6 oyda olib qo'ymaydi bolani, endi ko'radi. Ota-ona ko'rib turibdi. Endi bolam 8-darajaga kelibdi. Hali 1-darajagacha qancha boradi degan fikr o'tadi. Tushunarlimi? Shuning uchun tizimli darslar qurish muhim. Aynan tizimli darsda bu sertifikatsiya tizimi emas, balkim o'zingiz ishlab chiqsangiz ham bo'ladi yoki tayyor mana shunaqa yechimlardan foydalanish imkoniyatingiz bor. Keyingisi, doimiy rag'bat va gamifikatsiya ustiga qurilgan dars uslubi bo'lsin. Ustozlar, mental arifmetika bilasizlar, bolalar uchun rosa ham qiziq fan, juda ham qiziqishadi. Lekin degan joyi bor. Bilan eshitilyapti. Xo'p, qaranglar. Daraja haqida ko'proq ma'lumot bering debdilar. Biz alohida jonli efir qilib beramiz, o'shanda Xudo xolisa sizlarga ma'lumot beramiz. Kimda texnik muammo bo'ladigan bo'lsa, ustozlar bitta kirib chiqarsanglar yaxshi bo'ladi. Keyin hozir yana kimda nima muammolar bor texnik tarafdan yozinglar. Men agar istasanglar mana bunaqa qilamiz. O'zimni videoni o'chirib turaman. Shunda faqat tasvir, ovozim eshitiladi. Masalan, internet yaxshi bo'lmagan joydan ham bemalol qatnashish imkoniyatini tug'diradi. Xo'p, doimiy rag'bat va gamifikatsiya ustiga qurilgan dars uslubi kerak bizga. Nimaga desanglar, hozirgi avlod bolalari 5 yil, 10 yil oldingi avlod bolalaridan mutlaqo farq qiladi. Bu bolalarni tili, bu bolalar o'zini taniganda telefon bilan taniyapti. Hozir xolisizlarmi yo'qmi? Ko'p ota-onalar nima qiladi? Oldiga shunday telefon qo'yib qo'yadi. Endi to'g'ri, baribir uy ishlari, ro'zg'or, har xil narsa bilan band bo'lgani uchun bolalar telefon bilan katta bo'ladi.
Bola telefonda nima qiladi? YouTube ko'radi, o'yin o'ynaydi. O'yin bularga shunaqangi miyasi dopaminni qanaqa oladigan bo'lib qolgan. Hozir bizga o'xshab turib, biz o'zimiz yoshligimizga o'xshab turib, ko'chada qum o'ynab, berkinmachoq, quvlashmachoq o'ynab turib, ular miyasi dopamin olmaydi. Hozir ular o'yin o'ynaydi, bitta leveldan ikkinchi levelga o'tadi. Masalan, otishma o'yin bo'lsa, hozir quroli oddiyroq miltiq bo'lsa, endi sal mundoq avtomatga o'tsa keyin maza qilishadi-da bular. Ya'ni miya dopamin ishlab chiqaradi. Shuning uchun asli fanimiz qanchalik bolaga qiziq bo'lmasin, oxiri doimiy takrorlardan keyin bolalar 1-2 oyda tushunib qoladi. Ha, hozir endi mana mashq bajaramiz, hozir misol ishlaymiz, keyin buni qilamiz, keyin boshqa nima beradi degan fikr bo'lib qoladi. Shuning uchun doimiy rag'bat va gamifikatsiya bu shunaqangi uslubki, odamni oldinga harakatlanishga undaydigan yaxshi uslub. Masalan, bilasizlar, biz hammamiz mana musulmonchilikda shunaqa aytiladiki, do'zax bor, jannat bor. Odam hech kim uni kontrol qilmaydi asli, yoki masalan hayotimizda farishtalar tushib turib orqamizdan yomon ish qilsak kaltaklamaydi yoki yaxshi ish qilsak bizni rag'batlantirmaydi-ku. Shunchaki bizga oldindan o'sha chizib berilgan yo'l shuki, mana bu ishlarni qilsang, mana bu amallarni qilsang jannatga yetib boradigan yo'lda bo'lasan, mana bunday gunohlarni qilsang ertaga jahannamga yoki do'zaxga tushasan degan qarash borki, biz o'sha bilan o'zimizni odam sifatida ushlab turamiz. Bo'lmasa anaqa badiiy o'xshatish bor-ku, odam bolasi qilmaydigan, ishlarni qilib yuboradigan holatlar ham bor. Mana axloqi buzilib, turli yomon ishlar qiladi-ku. Nima odamni ushlab turadi shunda? Har doim ham tepamizga kamera qo'yilmagan yoki har doim ham militsiya turmaydi. Demak, insonning fitratida rag'bat bor, jazo borda. Xuddi shunaqa qilib siz darslaringizni shunaqangi uslubda quring, o'yinli bo'lsin. Masalan, bizda ko'p o'zimizni shogirdlarga tavsiya qilamiz, pulchalar bor, maxsus pulchalar, faqat sizni darslaringizda yoki o'quv markazida amal qiladigan. Mana shunaqa qilib turib, anaqa qilsak bo'ladi, buni qo'llab olsak bo'ladi. Mana shunaqa uslub ishlatadigan bo'lsanglar, darslarda samaradorlik yaxshi bo'ladi. Chunki mana hammamiz ham odammiz, har doim ham bir xil kayfiyatda yurmaymiz. Masalan, qaysidir kuni zo'r ishchan bo'lamiz, qaysidir kuni ancha lanchlashib qolamiz. Bolalar ham xuddi bizga o'xshagan, ular ham kimdir bilan urushib qoladi, ular ham darsga kelguncha oyisidan adasidan dakka eshitgan bo'lishi mumkin yoki shunchaki kayfiyati yo'q, bugun ishlagisi kelmayapti. Mana shunaqa paytda odamni oldinga intilishiga, rag'bat qilishiga, bo'lmaganda ustida ishlashiga, yoqmasa ham bir ishni qilishiga turtki bo'ladigan narsa bu mana shunaqa uslub. Qanaqadir tizim yoki sistema qo'llab qo'yish kerak, shu ishlab turish kerak. Endi shu ishlarni siz hammasini qilib chiqdingiz, ishoning, ichki tizimi mustahkam o'qituvchida marketingga kam pul sarflaydi. Ya'ni siz endi ota-onalar o'zi yoki o'sha bolasini berganlar hammaga yetib yuradi yoki o'quvchilaringiz qilgan natijasi. Voy, palonchining o'quvchisi palon ustozda o'qib, mana bunaqa bo'libdi, mana bunaqa natijaga chiqdi. Mana bunaqa musobaqalarda yutib ketdi degan narsa bo'lsa, o'z-o'zidan siz o'quvchingiz ko'payadi. Shuning uchun avvaliga reklama beraman, odam ko'paytiraman deyishdan oldin ichingizni yaxshilab, mana shu ichkaridan bilasiz, o'zingiz hammangiz hozir mana sanab ko'rib chiqyapmiz-ku. Bundan ham ko'p ayblarimiz bor, hammamizning kamchiliklarimiz bor, dars jarayonida. Shularni to'g'rilab chiqadigan bo'lsak, ishoninglar, u yog'iga hammasi ancha silliq ketadi, ancha kutganimizdan tezroq natijalarga erishamiz. Endi ustozlar, uchinchi biza gaplashadigan narsa, o'zi foydali bo'lyaptimi? Foydali bo'lsa, anaqa qilib qo'yinglar, bitta foydali deb yozib olinglar. Uchinchisi, demak, yangi mijozdan ko'ra eskisiga e'tibor berish muhim. Zo'r, Nasiba ustoz shunaqa katta anaqa yozibdilar, endi keyin o'qib chiqamiz efirdan keyin. Xo'p, bugun anaqa bo'ladi, ya'ni hozir bundan keyin inspektor imtihoni bo'ladi, ungacha lekin menda baribir mana shuncha vaqt bor, baribir gapirib berishim kerak bu narsalarni. Shuning uchun qachon test bo'lar ekan, biz kutib qoldik-ku degan narsa o'tmasin. Bu foydali narsalar. Hatto pulga topa olmaydigan gaplarni gaplashyapmiz. Ko'p bu tajribalar, ko'p xatolarning orqasidan kelgan narsalar. Shuning uchun diqqat bilan eshitinglar ustozlar. Kelishdik. Demak, uchinchisi, yangi mijozdan ko'ra eskisiga e'tibor muhim. Bu nimaga muhim desanglar, mana o'zim ko'proq mana marketing tarafdan ko'p ishlayman. Bu hozir ustoz proda ham shuni tushunganimiz shuki, biz bitta mijozni rozi qila olishimiz, keyin yana bir 10 ta mijoz yoki 15 tacha mijozni bu tadqiqotlar ham o'tkazilgan, ilmiy tarafdan isbotlangan, 10-15 ta odamni yangi mijozlar kelishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni
va bu bizga ancha arzonga tushadi. Yoki bitta mijozni biz norozi qildik, uni bir anaqa nima deydi qarg'ishiga qoladigan bo'lsak, ishoning, u sizga kelishi mumkin bo'lgan kelajakdagi mijozlarni shunaqa orqaga qaytaradi. Palonchimi, unga bolang berma. 1 tiyinga qimmat. Meni bolam 3 oy yurdi, menimcha pulim ketdi, dabdalasini chiqarib tashladi. Foyda o'rniga ziyon bo'ldi deb anaqa holatga kelib qoladi. Shuning uchun juda ham e'tibor beringlar. Masalan, ko'pchilikda bo'ladida, bo'ldi, mana shu odam mijoz qilib oldim-ku, bo'ldi, bolasi o'qiydi oxirigacha deydi. Yo'q, ishlash kerak har bitta bola bilan. Masalan, siz hozir 47 ta o'quvchingiz bor. Endi siz 100 ta qilishingiz uchun ko'p fokusingizni, e'tiboringizni, hamma yaxshi gapingizni 53 ta keladigan mijozga emas, 47 tani zo'r qilib rozi qilib qo'ying, ishoning, 53 tani o'zi keladi. Shuning uchun juda ham muhim. Ayniqsa sizdan nima deydi, o'rinli ravishda e'tirozi bor mijozlar sizga juda katta dushmanlik bo'ladi. Bularning orqasidan ko'p yomon narsalar keladi. O'sha har bir o'quvchi va ota-ona sizni elchingiz bo'lishi kerak. Masalan, marketingda ambassador tushunchasi bor. Masalan, hozir masalan unaqa bor-ku, Instagramlarda ko'rsanglar, qaysidir katta brend bo'lsa, kimdir ambassador deb turib, kimdirda yozib qo'yadi. Mashhur bloger bo'ladimi yoki xalq hurmat qiladigan bir fikr yetakchisi bo'ladi. Shularni yozib qo'yadi. Tak, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, xo'p, hozir 1 daqiqa telefon kelib qoldi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz mijozlaringizni, ya'ni o'quvchilaringizni, ota-onalaringizni o'zingizga elchi qilib oling. Qayerqa bo'lsa sizni maqtasin, qayerqa bo'lsa sizni reklamangizni qilsin, bir so'm pul bermang ularga. Ularga kutgandan ko'proq narsa bering, kutgandan yaxshiroq natija qilib qo'ying, tamom. Bo'ldi, o'sha ota-ona, o'sha ona yoki o'sha ota yoki o'sha o'quvchi sizni ya'ni elchingizga aylanadi. Qayerqa bo'lmang, siz haqingizda gapiradi. Ya'ni elchilar yarata olgan ustoz marketingga mutlaqo pul sarflamaydi. Ishoning, hamma o'zidan o'zi kelaveradi. Mana shu tarafi bor. Tushundik bu uchinchisiga ham. Yaxshi, ana endi ustozlar. Keyingisi 4-inchisi. Hozir mana internet zamoni, xolislarmi yo'qmi, ijtimoiy tarmoqda mutaxassisligingizni ko'rinish yoki mutaxassislikda ko'rinish daromadni yarmi. Ya'ni katta mijozlar oqimini olib kelib beradi sizlarga. Shuning uchun sizlar harakat qilinglarki, faoliyatinglarni doimiy yoritib borishni. Bu degani ana bloger bo'lib ketinglar demayman, lekin masalan hozir oddiy Telegramni o'zi ham, kimdir Instagramni bo'lmasa, juda katta imkoniyati bor o'zingiz haqingizda yoyish uchun. Masalan, hozir istoriya qo'yish imkoniyatingiz bor. Oyiga bilmayman, agar siz premium foydalanuvchi bo'lmasangiz ham, kamida 8-9 ta istoriya qo'ya olasiz. Dars jarayonlaridan qo'ying, o'quvchilaringiz natijasini qo'ying, qaysidir o'quvchingiz bilan ishlayotgan holatingizni qo'ying. Ota-onasi bilan bir ota-onani fikri bo'lishi mumkin. Feedback deydi-ku, отзыв masalan ruschada. O'sha fikrni bitta qo'ying. Ya'ni yoki qaysidir kursda o'qidingiz, masalan, ustoz proda o'qidingiz, sertifikatingiz keldi yoki o'sha yerda offline borib o'qidingiz, o'shani rasmini qo'ying. Sizni kamida istoriyangizni men aniq ayta olmayman, 100 tadan oshiq odam ko'radi, 100-200 ta odam ko'radi. Bu degani 200 ta odamning miyasida siz Nargizaxon yoki Nafosatxon, demak, mental arifmetika ustozi ekan. Doimiy ustida ishlar ekan. Menda o'zimda bitta holat bo'lganda, ikkita sinfdoshim bor. Ikkovi ham o'sha stomatologiya bo'yicha o'qigan. Juda ham yaxshi. Har doim ikkalasi ham bir oyda bir marta kamida qanaqadir seminar, treninglarga, masalan, Koreyadan keladigan mutaxassislar bor. Ular treningida, seminarida qatnashadi. Keyin o'zini sohasida, masalan, implantatsiyada yaxshi o'zgarishlar bo'layotgan, unda qatnashadi. Har doim o'sha jarayonda anaqasini qo'yadi, rasmini, videosini, o'sha yerga borganini bildirib turadi. Va men har doim undan ham yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin birinchidan ular sinfdoshim, ikkinchidan menda shunaqa fikr paydo bo'lgan, ikkalasidan yaxshi mutaxassis yo'q. Doimiy o'sadi, ustida ishlaydi, aytaylik o'sha mijozlarini jarayondan qo'yadi, tishini olayotganini yoki tishini plomba qilayotganini yoki aytaylik implant tish qo'yayotganini qo'yadi-da, menda shunaqa tushuncha paydo bo'lgan, bular eng zo'ri, men uchun eng zo'ri. Tish haqida bitta muammo paydo bo'ldi, bo'ldi, o'shalarga boraman. Hech qachon o'ylab o'tirmayman, palonchi chiqibdi, yaxshisiz u bor ekan deb. Har doim ular meni miyamga birinchi keladi-da. Siz ham xuddi shunaqa qilib mana shu sohani kimdir bolasini mentaliga bermoqchiman desa, tamom, birinchi o'rinda Diyora ustoz, birinchi o'rinda aytaylik Sevara ustoz, birinchi o'rinda aytaylik Gulhayo ustoz kelsin ularni fikriga. Uning uchun siz o'sha oddiygina mana shu Telegram istoriya funksiyasidan foydalaning yoki shaxsiy kanalingizni oching, guruhlar ochib qo'ying.
Ana shu jarayonda ish faoliyatingizni ko'rsatib boring. Va bitta muhim joyi, ustozlar, hech qachon har xil narsa aralashtirib yubormanglar mana shu mutaxassislik blogini yuritish jarayonida. Masalan, kimdir bo'ladi, palonchixon tavallud ayyomingiz muborak, yoki tog'ga borgan rasmini qo'yib yuboradi, yoki aytaylik suv bo'yida maza qilib oilaviy dam olayotganini qo'yadi. Yo'q, blog, siz mutaxassislik blogini yurityapsiz. Sizga, ya'ni sizni kuzatayotganlarga, sizni oilada qanaqa, nechta farzandligingiz, xo'jangiz sizga nima sovg'a qilgani, yoki aytaylik yaqinda olgan yangi ko'ylagingiz umuman qiziq emas. Ularga mutaxassisligingiz qiziq. Bo'ldi. Siz ya'ni faol bo'laman deb turib har xil narsani chiqaravermang. Faqatgina o'zingizni ish faoliyatingiz. Mutaxassislik fikringizni bering. Masalan, bo'lishi mumkin. Sizda qanaqadir bilim o'rgandingiz, o'shani ularga bering, tavsiyalar bering. Necha yoshdan bolamni mentalga bersam bo'ladi degan savol keldi. O'shani video ko'rinishda, matn ko'rinishda javob berib ketsangiz bo'ladi. Tushunarli, shu tarafiga ham juda ham e'tiborli bo'linglar. Demak, video chiqarish kerak ekan, rasm qo'yib turishim kerak ekan doimiy deb turib, o'sha shaxsiy hayotingizni aralashtirib yubormang. Ya'ni o'z auditoriyangizga doim professional ko'rining degani shu. Xullas, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmagan ustoz yo'q ustoz degani bo'lib qoldi hozir. Hattoki chet qishloqlarda ham. Oldin 4-5 yil oldin shunaqa edi. Faqat siz plakat yopishtirib, aytaylik anaqa flyer tarqatib turib zo'r natija qilishingiz mumkin edi. Yo'q, hozir baribir ijtimoiy tarmoq juda ham muhim bo'lib qoldi. Shuning uchun hech uyalmang. Siz qilayotgan ish mayda sanamang o'zingiznikini. O'qituvchilik eng katta, demak, jamiyatga ta'sir o'tkaza oladigan kasblardan bittasi. Siz shunaqangi ish qilyapsizki, hozir bolalar masalan kognitiv tarafdan juda ham og'ir holatga tushib qolyapti-ku. Masalan, bir bolani semirib, aytaylik anaqa nima deydi, sahri oshib ketib, yosh bolalarda ham hozir shunaqa-ku, yoki aytaylik jismoniy tarafdan qanaqadir kasalliklarga chalinib qolayotganda sport qanchalik foyda bersa, mana shu mental arifmetika ham aqliy tarafdan falaj holatga kelayotgan avlod juda ham ko'p. O'shalarni joyiga tushirishga, ana tengqurlarning o'sishiga yordam berayotgan nima deydi, yaxshigina kasbdan bittasi. Aytgandek, o'zinglarning ishlarni past sanamanglar, kam sanamanglar. Sizlar juda ham jamiyat uchun katta ish qilyapsizlar. O'shaning uchun faoliyatni yoritirish kerak. Aytishi mumkin, kimdir faqat toshlarni tepadan pastga ko'taryapti. Yo'q, mana shu narsani qilish orqasida bolaning zehniyati oshyapti. Yaxshi aytaylik, matematik bo'lishi mumkin. Ertaga prezident maktablariga kirishida, masalan, o'zim real holatda ko'rganman. Shunaqa bolalar bo'lgan. Mana shu mental arifmetikada ochilganidan keyin unda boshqa qobiliyatlari ko'rinishni boshlagan. O'sha prezident maktablariga, Al-Xorazmiy maktablariga kirgan. Shuning uchun bu tarafini hech kam sanamasligimiz kerak. Tushunarli-a? Zo'r. 5-inchisi, ustozlar, o'sishni bosqichma-bosqich, ya'ni o'sishda, uzr, xato ketib qolibdi, bosqichma-bosqich qadam tashlang. Ya'ni, masalan, hali sizlar menga o'zinglarni 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik maqsadinglarni yozdinglar. Kimdir aytdi, keyingi 6 oylikda yoki keyingi 3 oylikda o'quv markazim bo'lsin deyapti. Yo'q, o'zi hozir sizlar bilan gaplashamiz. Formula qanaqa? Asli birinchi navbatda oddiy to'garak oching. Masalan, ko'p tajribali tadbirkorlarni intervyularini ko'rasizlarmi yoki maslahatlarini eshitasizlarmi, aytadiki, sen deydi, agar bitta gul do'kon ochmoqchimisan, albatta gul do'konga borib ishga kir. Bo'lmasam hayot muallim, lekin juda katta pul oladi o'sha har bir bergan darsi uchun. Shunaqa bo'lib qolasanki, masalan, aslida bitta joyda gul do'konda ishchi bo'lib turib, o'sha yerdagi ish tizimini, qilinish mumkin bo'lgan xatolarni ko'rib turib o'rganish boshqa. Endi siz birdaniga gul sohasini tushunmadingiz. Shunda 10 ming, 15 ming pul tikdingiz, kirib ketdingiz. Gullaringiz so'lib qoldi, sotilmadi, 10 mingga kasotib bo'ldingiz masalan. Uni badali katta-da. Shuning uchun nima qilmoqchi bo'lsanglar ham, avvalo o'shani ichki taraflama ko'rish kerak. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida, masalan, siz hozir oddiy kurs ochdingiz. Individual, o'zingizdan boshqa ishchi yo'q. Bitta o'zingiz ishlaysiz. Shuni eng pik holatingizga chiqaring. Sizning eng cho'q holatingiz qaysi desa, masalan, 100 ta o'quvchini boshqarish yoki 100 ta o'quvchiga dars berish. Bo'ldi, undan keyin 120 ta qilaman desangiz, siz jismoniy va ruhiy emas, energiya tarafdan umuman chidolmaysiz. Bunga bardosh bera olmaysiz. Shuning uchun yaxshi bo'ladiki, bu holatda siz potensialingizni to'la ocha oladigan bo'lsangiz, ana undan keyingi bosqichga o'ting. Masalan, o'sha siz gul do'konni bitta ochdingiz, endi filialni ikkita qilmoqchisiz, 3 ta qilmoqchisiz. Xuddi bu jarayon uchun sizda juda ham
anaqa nima desa bo'ladi, qachon bittasida pikka chiqasiz, cho'qqiga chiqasiz, 100 ta o'quvchi bo'lmaguncha siz To'garaydan o'quv markaziga o'tib ketmang. To'garayda siz 40-50 ta bilan yuribsizmi, ishoning, o'quv markazida ham unaqa do'ndirib qo'ya olmaysiz. Chunki To'garayni o'zini yurgizish jarayonida sizda katta muammolar bor. Shuning uchun o'quvchilar soni mana shu sondan o'smayapti. Shuning uchun hammasida pikka chiqing, keyingi qadamga o'ting. Keyingisi o'quv markazi. O'quv markazi ham xuddi shu ish, ustozlar. O'quv markazi gullatib qo'ying, rivojlantirib qo'ying, eng cho'qqisiga chiqsin, keyin filial oching yoki bog'chaga o'tasizmi, maktabga o'tasizmi, keyin o'ting. Tushundinglar? Ana o'shanda to'g'ri va tizimli harakat qilgan bo'lasizlar. Tushuntira oldimmi? 5-qadam. Qanaqa, tushunarlimi? Xo'p. Har bir bosqichda, demak, eng cho'qqi imkoniyatingizga chiqing, keyin yangi bosqichga o'ting. Bir vaqt o'zida hamma joyga yugurursiz, ishoning, hech qanaqa natija qila olmaysiz. To'garayni ham do'ndira olmaysiz, o'quv markazida ham chala-chulpa, juda ham ko'p kamchiliklar bilan yurg'izasiz. Keyin bog'cha ochsangiz, u ham xuddi shu bo'ladi. Nechta orada sizdan rozi bo'lib ketmagan, ya'ni sizdan juda ham ranjib ketgan mijozlar bor. Ishoning, o'shalarni o'zi siz haqingizda yetarlicha odamlarga fikr berib qo'yadi. Shuning uchun bir ish qildingizmi, eng zo'ri, eng puxtasi, eng cho'qqisiga yetmagunizcha u ishdan ikkinchi qadamga o'tmang, kengaymang, aniqrog'i. Xo'p, zo'r, buni ham gaplashdik. Endi 6-siga keldik. Fokus qilishda gap katta deb nomladik ustozlar. Nima deysizlar shu fikrga? Ya'ni bu nima degani? Sizlar hozir bir daqiqa suv ichib oling. Xo'p. Tak. Demak, 6-qadam, 6 gaplashishimiz kerak bo'lgan masala, demak, fokus qilishda gap katta. Ustozlar, ko'zimizga har doim boshqalar xuddi bizdan ancha o'tib ketgandek ko'rinadi. To'g'rimi? Xuddi hamma zo'r soha, hammaniki zo'r soha bo'lib ketdi, bizniki qanaqadir orqada qolganga o'xshaymiz. Kimdir aytaylik, parda tiksa, qarasa, anaqa oqshom liboslari tikish, masalan, to'y-po'ylarga kiyim tikish zo'rga o'xshab ko'rinib ketadi. Kimdirga boshqa narsa zo'r bo'lib ko'rinadi. Xullas kalom, ustozlar, nima demoqchiman? Ishoning, aslida ularni ham yetarlicha muammosi bor sohasida. Siz hech qachon bir shoxdan ikkinchi shoxga sakravermang. Asosiy qilishingiz kerak bo'lgan narsa o'z sohangizda faqat va faqat fokusda turishingiz. Ishoning, masalan, bunga masalan o'zimiz yashab turgan holatda ham rosa ko'p anaqalar bo'ldi-ku, nima deydi? Asli hech kim o'ylamagan sohalar rivojlanib ketdi. Hech kim o'ylamagan sohalarda zo'r bo'lib ketgan mutaxassislar ko'p-ku, Masalan, kimga anaqa yoqadi? Fizika yoqadi. Hech qaysi odamga ko'pchilik fizikani yomon deb biladi, lekin ana ijtimoiy tarmoqlarda bir bolani ko'rgansizlar, muhandis degan. Instagramda deysizlarmi, YouTube deysizlarmi, juda ham ko'p odam kuzatardi. Bolalarini kursga olib borardi. Sizlar ham shunaqangi yo'l topib olinglarki, bitta ishda fokus qilaversanglar, bitta joyga masalan tomchilab suv tushirsin toshga, o'sha anaqani yoradi, toshni ikkiga bo'lib qo'yadi. Shuningdek, xuddi sizlar ham bitta sohada chuqur kiraveringlar. Bir unaqa desa endi o'chiramiz. u yoqqa ketib qoldimki, bunisi eshityapti. Ustozlar, mikrofonni o'chiringlar, sizlar gapingiz eshitilyapti. Kim bu? Qaysi ustoz? Xo'p. Tushundinglar, demak, fokus juda muhim. Atrofingizda hamma rivojlanib ketayotgandek tuyulsa ham, yo'q, mana shu yo'lni tanladinglar, tamom, boshqa yo'lga hech qanaqasiga yo'l yo'q. Shunday sizlar borib chiqmaguncha to'xtash yo'q. Tushunarli? Demak, avvaldan qo'yilgan maqsadga erishish uchun nima bo'lganda ham to'xtamaslik kerak, chalg'imaslik kerak, faqat to'g'riga unga ustozlar, kim hozir ovozinglarni o'chirib qo'yaman, shu bilan qaytib yoqolmaysizlar. Bo'ldi, mana o'chirib qo'ydim. Qachon qo'l ko'tarishinglar yonadi. Tushundik-a? Demak, fokus qilishda juda muhim. Rivojlanmoqchimizmi? O'smoqchimizmi? Kattaroq bo'lmoqchimizmi? Mashhurroq bo'lmoqchimizmi? Faqat fokus. Tushunarli-a? Bir kun u sohada, bir kun bu sohaga sakrab yuraversanglar, hech qanaqasiga natija ola olmaymiz. 7-si, reputatsiya juda ham muhim. Reputatsiya bu obro' degani, bilasizlar? Masalan, obro' misqollab yig'iladi deyishadi, xalqimiz. Obro' xuddi shishaga o'xshaydi rostdan ham. Shisha o'zi qum zarralaridan paydo bo'ladi. O'shani ma'lum bir kimyoviy vaziyatga kirishadi, keyin shishaga ko'rinishga keladi. Endi shisha sinish uchun bitta anaqa holat yetarli. Parcha-parcha bo'lib ketadi. Siz ham obro'yingiz, professional obro'yingiz.
mayli odamgarchilik tarafdan ham obro'yingiz bor yoki professional sohadagi obro'yingiz ham xuddi shunaqa ustozlar. Arzimagan narsaga obro'ylarni sotib tashlamanglar. Kichkina yolg'on bo'ladimi yoki olimpiadada nimadir narsani sotib olib turib bolangizga qilib berasizmi? Juda ham mayda narsalarda. Eng yaxshi olimpiadaga qatnashing. Eng adolatlisiga qatnashing, eng qiyiniga qatnashing. O'sha yerda siz bolangiz yutsin. Mayli 21-o'rin bo'lsa ham olganini yeting, qiyin olimpiadaligini yeting. Qachongacha yurasizlar? Oddiy olimpiadalarda, foizli olimpiadalarda 120 ta qatnashsa 120 ta anaqa o'rin beradigan, 120 ta kubok beradigan olimpiadalar nima kerak bor sizlarga? Shu bilan o'sasizlarmi? Hech qachon o'smaysizlar-ku. Buni yaxshi bilasizlar o'zingizlar ham. Shunchaki o'zingizlarni aldab yurasizlar. Ha mayli borib olaylik, ha bir aylanib kelar ekanmizda yoki o'sha olimpiadalarga borishda, xalqaro olimpiadalarga chiqadiganlar bor. Pulini masalan bu yoqda borish xarajati taxminan $450 ketsa, sizlar $490 deb aytasizlar. Buni masalan sohani ichidagi odamlar gaplashayotganimiz uchun aytyapman. Bu yomon-ku. Undan ko'ra 10 ta o'quvchingiz bilan ketyapsizmi o'sha Dubayga? Ustozlar yoki ota-onalar, hurmatli ota-onalar, har bir o'quvchiga $450 dan tushar ekan. Hamma ota-ona o'zini bolasini olib keladigan bo'lsa, 2 karra xarajatga tushishi mumkin. Kelinglar, undan ko'ra menga $40 dan yoki $50 dan yig'ib beringlar. 10 ta bolani o'zi eson-omon borib kelishini ta'minlab bering. Desangiz, qaysi ota-ona yo'q deydi? Mayli yo'q deydigani yo'q desin, bergani bersin. Muhimi siz ertaga ularning oldida ham vijdoningiz toza bo'ladi-ku. Mashina gap so'zi chiqadi, bilasiz-ku baribir qachonda. Abla o'sha payt bizdan aldab turib 450 emas, 490 ga olib ketgan ekan. Bo'ldi, ishonchidan ketdingiz. Sizni nahotki sizni anaqangiz obro'yingiz $40 tursa. To'g'rimi? Ana shunaqa holatlar yoki bolasida rostdan ham o'sish bo'lmayapti, orqaga ketyapti. Ota-ona bilan o'tirib yuzma-yuz gaplashish kerak. Meni o'zimni natijam yetmaydi yoki ajratayotgan vaqtim yetmaydi. Siz ham ishlang uyda. Nimaga berilayotgan vazifalarni qilmayapsiz? Nega platformadagi vazifalar hammadan galочка turgan bo'lsa, buniki qizil turibdi bolangizniki? Nimaga bajara olmayapsiz? Tushuntiring ularga. Bolani kelajagi muhimligi. Hozir to'g'ri pul topayotgandirsiz, tirikchilik g'amida yurgandirsiz. Ertaga 15 yildan keyin belingizda quvvat qolmaydi. Mana shu bolalaringiz siz uchun harakat qiladi-ku. Yoki siz o'rningizni egallaydi-ku, o'sha paytda afsuslanib qolasiz. Chiroyli qilib yetkazilsa, ko'p muammolarni yechsa bo'ladi. Ya'ni hammasi yaxshi deb yuravermang ota-onaga. Bolaning natijalari bo'yicha. Kamchilik bormi? Kamchilik bor. Rostdan ham siz aybingiz bormi? Aybingiz bor, tanib qo'ying. Mana shunaqa bo'ldi deng. Keyin sizni to'g'rilab beraman deyishingiz mumkin. Xullas kalom ustozlar, ustoz obro'si eng katta kapital. Buni yo'qotdingizmi, ishoning, endi umuman boshqa bir qiyofada, boshqa bir ismda, boshqa bir hududda ish boshlashingiz kerak. Любой sohada. Masalan, o'qituvchilikda yaxshi nom bilan ketmadingizmi? Ertaga siz sartarosh bo'lib chiqing yoki sotuvchi bo'lib do'kon oching, farqi yo'q. Tadbirkor bo'lsangiz ham odamlar aytadi, bu odam mana bunaqa odam edi deydi. Tushuntira oldimmi? Demak, bu narsaga ham juda ham qaranglar, oddiy narsalarga o'rtaga obro'yimizni tikib olmaylik. O'shanda o'zimizni vijdonimiz oldida ham ancha anaqa erkin bo'lamiz, yaxshi yotib, yaxshi turamizda, uyquga ketishdan oldin. Xo'p, qaranglar ustozlar, keyingisi 8-inchisi boshqalardan o'ziga xosligingiz bo'lsin. Masalan, ustozlar, nega ko'pchiliginglar faqat oddiy bir xona, ikki xona bilan hisob-kitob qildirib yuribsizlar? Nimaga masalan 5 xona, 6 xonada o'quvchisi zo'r misol ishlay oladigan ustozlarimiz kam. To'g'ri, bu tabiiy holat. 100 ta o'quvchingiz bo'lsa, unaqa zo'r ishlaydigani 2 ta 3 ta bo'ladi, lekin o'sha 2 ta 3 ta o'quvchilarni shunaqa holatga chiqarib olinglar. Ishoninglar, ishinglar shunaqa zo'r bo'lib ketadi. Hududingizdagi eng zo'r anaqa milliy taomlar bor-ku. Mijozni arimaydigan. O'shanaqa holatga kelib qolasizlar. O'chirt hamma yoq. Ovqatingiz tugab qoladi. Ana sotayotgan narsa. Vaqtingiz yetmaydi. Yana kimdadir mikrofon yonib qoldi. Ustozlar. Bo'ldi, o'chirdinglarmi? Tak, kimniki yondi? Tushundinglar-a? Ya'ni alohida uslub ishlab olinglar. Sizni hech kim o'xshata olmasin. Masalan, men mana shu joyda misol keltiraman. Vodiyli ustozlarni bilaman yoki Surxondaryolik ustozlarni bilaman. O'quvchilar shunaqa zo'r ishlaydi katta xonalarda. Hamma o'quvchisi ham shunaqa emas. 100 ta o'quvchisidan bitta ikkitasi shu. Lekin har doim videolarni o'sha o'quvchilar bilan qiladi-ku. Bo'ldi. Auditoriyada uni kuzatayotgan odamlarda fikr paydo bo'ladiki, bo'ldi, buni hamma o'quvchilar shunaqa deydi. Chunki bitta bolada natija bo'lishi faqat sizga bog'liq emas-da, uchlik bor. Ya'ni bolani o'zida yaxshi qobiliyat bo'lishi kerak, yaxshi ustoz bo'lishi kerak, yaxshi yaratilgan muhit va ota-ona bo'lishi kerak. Ana o'shanda bola natija qilishi mumkin, to'g'rimi?
siz qanchalik kuchli bo'lmang, hamma o'quvchini birday natija qila olmaysiz, lekin zo'r chiqqan natijalaringizni ushlab qoling. O'sha sizni uslubingizga aylansin. Masalan, o'zingizni shaxsiy tezkor hisoblash texnikangiz bor. Masalan, aytasiz, hamma bir oyda natija bo'ladi desa, siz yo'q, menda 21 kunda, 3 haftada natija qilaman. Mana shunaqa boshqalardan ajrab turadigan hislatingiz bo'lsa, ishoning, qancha narx qo'ysangiz ham qimmatroq sota olasiz, bemalol. Oladi odamlar. Bor-ku o'zingiz mana har xil sohalarni ko'ringlar, qimmat sotadiganlar ko'p. Nimaga? Boshqalar qilmagan ishni ular qiladi yoki boshqalar va'da bera olmagan ishga va'da bera oladi. Shuning uchun siz ham ajrab turmoqchimisiz? Qimmatroq narx qo'ymoqchimisiz? Bizdan ko'p ustozlar so'raydida, meni qanchadan kurs qo'ysam bo'ladi deydi. Hududingizda narx qancha deyman, masalan, 100 ming, 150 ming deydi masalan. Bo'ldi. O'shani boshlanishga 100 mingdan boshlang. Sekin-sekin o'zingizni topsangiz, uslubingizni topsangiz, keyin boshqacha narx qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni narx siyosati ham mana shu taraflariga ham baribir e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, Abdulloh ustoz qayerda ekanlar? Hozir bizda ham juda ham oz qoldi. Tak. Hozir. Shunda yozib oling. Tak. Boshqalardan o'ziga xosligingiz bo'lsin. Buni gaplashdik. 9-si. Tayyormisizlar ustozlar? Har bir ustozni o'z mahsuloti bo'lishi kerak. Har bir ustozni o'z mahsuloti bo'lishi kerak. Bu nima degani? Masalan, sizni kursdan tashqari qo'shimcha mahsulotingiz bo'lsa, sota oladigan. Masalan, ichki daftarlaringiz bo'lishi mumkin. Hech qanaqa ideal kitob bo'lmaydi-ku dars o'tish uchun. Siz hamma kitoblardan zo'r-zo'r joyini oldingiz, natija qiladigan mashg'ulotlarni oldingiz, bitta daftarcha yig'ib chiqdingiz. O'sha daftarcha bo'lsa, o'sha daftarcha faqat sizda bor. O'shani sotsangiz bo'ladi, masalan. 20 ming, 25 mingdan sotsangiz ham, masalan, bir oyda 50 ta sotdingiz, masalan, aytaylik. Qancha pul bo'ladi? 25 mingda 50 ta. Tak, 1 million pul bo'ladimi? Mana qo'shimcha 1 million kelib turibdi. Yoki qanaqadir PDF qo'llanma. Masalan, uyda mental arifmetika o'rgatish bo'yicha 5 ta sir yoki 5 ta maslahat bo'lishi mumkin yoki 5 ta qadami. Chunki ko'p ota-onalar bor, o'zi bolasiga o'rgatishga keladi. Mana shunaqa holatda bu ham bitta yaxshi qo'llanma bo'ladi. Yoki abakus sotishingiz mumkin, maxsus doskalar, shaxsiy flash kartalaringizni ishlab chiqqan bo'lishingiz mumkin. Zo'r-zo'r ishlatib tashlasangiz bo'ladi. Men misol keltiraman sizlarga. Shogirdlarimizdan bittasi, bolalarda qo'shimcha olimpiadaga tayyorgarlik uchun tezkor test deb nomlagan ish daftarchasi ishlab chiqdi. Har bir o'quvchiga 50 ming, 100 ming so'mdan sotgan. Masalan, ichida 1000 ta misoli bo'lgan. Tasavvur qiling, qanaqa bir zo'r natija, yaxshi narsa. Oyiga kamida, masalan, mayli yiliga 100 ta soting, 50 mingdan. Masalan, yiliga qo'shimchasida 5 million so'm daromad bor. U dars o'tmaysiz, hech narsa qilmaysiz. Shundoq olasiz, dastavka qilib yetkazib bersangiz bo'ldi. Shunaqa ustozlar. Tak, davom etamizmi? O'zi zerikib qolmayapsizlarmi? Endi oxirgi qadam, 10-qadam ustozlar. Kichik qadam bilan hamma uzluksiz rivojlaning. Mana sizlar, mana shu yerda mana 60 dan ortiq, 70 ta ham bo'ldik. Shuncha ustoz turibdimi? Hozir maza qilib turib YouTube dan bitta videoni ko'radigan, serialingizni asir doimiy ko'rib kelayotgan serialingizni keyingi qismini ko'radigan paytingizda ana vaqt ajratib, uydagilaringizni masalan tez-tez ovqatlarini berib, ishlarni qilib turib shu efirga qatnashyapsizlar. Sizlarda mana shu xislat bor. Ya'ni doimiy o'sishga intilasizlar, uzluksiz rivojlanasizlar va bu ham sizlarning bitta yutuqli tarafinglar. Tushunarlimi? Xullas kalom ustozlar, doimo ustimizda ishlashimiz kerak. Hatto biz ham har kuni yangi narsalar o'rganamiz. Sizlarga, ya'ni biz pedagoglar o'qitsak ham doimiy yangiliklar bilan ishlaymiz. Ustingizda doimiy ishlang. Sohangizda oid kuniga bitta bo'lsa ham yangilik oling va uni albatta amaliyotda, ya'ni darslaringizda qo'llang. Masalan, har kuni bitta yangi g'oya. Masalan, ko'rdingiz, arablar, aytaylik, Dubayga bordingizmi yoki videosida ko'rdingizmi, Telegramda, Instagramda, YouTube'da ko'rdingiz, sal boshqacharoq uslub qo'llar ekan. Abakusdan keyin mental karta plus yana bitta bosqich ishlatar ekan. Bu zo'r narsa ekan, ishlatib ko'raman, ishlatib ko'rish kerak. Har hafta yangi metod o'ylang. ishlab ketaverganingizda bilmay qolasiz, juda katta ko'pchilikdan o'sib ketganingizni. O'sha narsa bor-ku, ana 1.365-si qancha-yu 0.965-si qancha. Ikkala qiymat orasida yer bilan osmoncha farq bor. Ya'ni siz har kuni rivojlaning, ishoning, sizdan kuchlisi bo'lmaydi. Shunaqa ustozlar, umumiy olganda mental arifmetika bu shunchaki faqat misol ishlatish bolalarga degan fikrdan yiroq bo'lishimiz kerak. Balki bolalarni yashirin salohiyat
topish, ularga o'sha miyasi o'sha kognitiv disbalanslarini to'g'irlash, kelajak sohalarda yaxshi bo'lishi uchun, ularga poydevor bo'lish uchun xizmatga chiqqan o'zimizni kelajak poydevorlari sifatida ko'rishimiz kerak. Tushunarli? Tushundinglarmi? Xulosa siz, demak, xulosa qilsak ustozlar, sizlar shunchaki ustoz emassizlar. Sizlar bir payt o'zi trener, metodist, psixolog, marketolog, tadbirkorsizlar. Va bunga mana shu narsani tushunib olsanglar, harakatinglar to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi, demak, bizda tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, to'g'ri tizim qo'ysak, professional imijimiz yaxshi bo'lsa, hop, mikrofoninglarni o'chirsanglar. Bunga qo'shimchasiga, o'ziga xosligilar bo'lsa, ya'ni faoliyatda, ya'ni sizlarning qoshinglar qoraligi, sochinglar sariqligi emas, bu yoqda o'sha faoliyat kasbiy tarafda o'ziga xosligilar bo'lsa, 3 barobar ko'proq daromad qilasizlar, 3 barobar ko'proq o'quvchilar bilan. Bu isbotlangan, har qanaqasi isbotlangan. Shuning uchun barchalarni mana shu narsaga anaqa qilamiz, nima deydi, undaymiz. Ustozlar, maxsus taklifimiz bor. Nimadan iborat desanglar, biza shanbadan, mana shu kelayotgan shanbadan ustida ishlayman degan ustozlarga katta malaka oshirish kursini qilyapmiz Toshkentda. Toshkentda bo'ladi 4 kun. Muhammad Husayn ustoz, o'zim bo'laman. Undan tashqari Abdulloh ustoz ham borlar, inspektor bilsanglar, hozir imtihonladilar, ular ham qatnashadi, xudo xolisa. Xullas, keldinglar, kelgan holatinglarda, masalan, qanaqa holatdasizlar? Uni boshida biz tekshirib olamiz. Ketayotganinglarda metodik tarafdan, kasbiy tarafdan minimum 2 karra o'sasizlar. Daromad tarafdan ham biz sizlarga checklist beramiz. 1 oy ichida ishoninglar, ya'ni o'tgan oyga nisbatan, ya'ni doimiy shu o'rtacha topib kelayotgan pulingizdan undan ham 2 karra o'sishi biz sizlar bilan shu natijaga erishamiz. Ko'p biz bu narsani takror qilib ko'rdik. Shuning uchun xudo xolisa o'xshaydi. Muhimi sizlarda kuchli ishtiyoq, kuchli chanqoqlik bo'lsa bo'ldi. Biz aytgan narsalarni to'g'ri qilsanglar, hammasini birgalikda uddalay olamiz. Demak, shanba, kelayotgan shanba Toshkent shahrida 4 kunlik bizda offlayn malaka oshirish kursimiz bor. Kim o'zi Ustoz Proda bir malaka oshirib olishim kerak degan fikrda yuruvdi? Hali so'rovnoma qilsak ham tak. Ha, ustozlar, nima savolinglar bor? Xo'p, endi qaranglar. Ovoz yo'q deyapti. Ovoz. Xo'p. Demak, ustozlar. Xo'p, kim bizda o'zi malaka oshirishga reja qilib yuruvdi? Ustoz Proda. Ketdik. Assalomu alaykum. Ustoz, shu malaka oshirish kursini onlayn varianti ham bormi yo faqat offlaynmi? Bor, onlayn varianti ham bor. Xudo xolisa 25 bilan 28 orasida ochiladi. Chunki biz o'tgan oktyabr oyida gruppamiz o'sha paytga tugaydi, ya'ni tugaydi. Xullas, qaranglar, offlaynda biz nima kutyapmiz? Ishoninglar, keldinglar, borganingda umuman boshqa trenerga aylanasizlar. Hamma tarafdan o'sha metodika, trenerlik, chempion o'quvchilar tayyorlash uslubi yoki retseptlarini o'rganamiz. Muhimi moliyaviy tarafdan o'sish, marketing darslarni tizimlashtirish, hammasini xudo xolisa hammamiz ko'rib chiqamiz. Joyimiz juda ham kam, o'zi deyarli yarmidan ko'p to'la bo'lgan. O'zi 22-chi bo'lsa, ertaga bitta vaqtinglar bor. Keyin qolgani boshqacha bo'ladi. Nima savolingiz bor ustoz yana? Mikrofoningiz yonib turibdi-ku. Tak. Savol yo'q bo'lsa, ustoz mikrofoningizni o'chiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Metodlaringiz bilan ham bo'lishamizmi? O'zi mana Dilshod ustoz siz berdingiz savolni. Men asli Ustoz Prodagi asosiy funksiyam bu trenerlik emas. Asosiy funksiyam boshqaruv, menejment bilan anaqam bor. Ya'ni qanaqa tushuntirsam, marketing qilaman, lekin aslida birinchi bo'lib mana shu Ustoz Proda o'zim dars berishni boshlaganman. Ya'ni bolalarga. Hozir kunda qizim bilan 30 kunlik challenge qilyapman. Mana sizlarga tashlab qo'ydim, ustozlar, bitta qo'shilib olasizlar. Mana shu 5 yoshli Asma 30 kunda degan joyi bor.
tak o'sha yerga qo'shilib olsanglar, men qanaqa qilib endi 4dan 5ga o'tgan qizimga mental arifmetikani o'rgatyapman, zerikib qolsa nima qo'llayapman, hammasini 30 kun davomida ko'rsatganman. Bugun 19-darsga kelganmiz. Shunga shundoq qo'shilinglar. Metod dedingiz-ku, hamma narsani topasizlar o'sha yerda. Nima qildim, qanaqa uslub. Bolalar oson emas, bilaman, bolalar bilan ishlash. O'zim mana o'sha qizim bilan challenge qildim. Yoki undan oldin ham bolalar bilan ko'p ishlaganman. Ya'ni hozir siz masalan mendan metod so'rayapsiz-ku, aynan qaysi jarayonga metod kerak? Bu narsa muhim. Shuning uchun o'sha gruppaga qo'shilsanglar, ko'p narsa olasizlar. Balki oranglarda bordir o'sha guruhda qatnashadiganlar. Tak. Dilshod ustoz, menimcha savolingizga qisqacha bo'lsa ham javob berdim. Rahmat. Xo'p, o'sha gruppaga qo'shiling. Xudo xolisa zo'r natija olasiz. Ya'ni ko'rasiz o'sha metodlar nima qildim. Amaliyotda ko'rsatish boshqacha, yetish boshqa-ku. Tak, ketdik. Yana kimda savollar bor? Yoki shanba kelinglar, mana ko'ramiz, gaplashamiz hozir yuzma-yuz o'tirib. Shanba kuni hammanglarni kutamiz. Faqat joyimiz ko'p emas, yana hammanglar kelmaydi. Tak. Savollar bo'lsa beringlar. Oz mikrofonni yoqib bersanglar bo'ladi. Yana bitta yo'li. Tak, hozir shunday savollarni ko'rib oling. Men borman, juda yaxshi metodlar bor. Mana Shahnoza ustoz mana shu bizni o'sha qizim bilan challenge o'tkazayotgan gruppada bor ekanlar. Sizlar ham qo'shilib olinglar. O'zlaringizga ham ishga olasizlar. Bizga ish kerak. Hozir masalan ikkita vakant bor bizda. Bittasi bu, bilasizlar, biza Mindskills platformasini, undan tashqari sertifikatsiyalash bo'yicha bitta anaqa mutaxassis kerak, mental arifmetikani bilish kerak. Ish vaqti ertalab 9 dan kechki 18:00 gacha bo'ladi. Haftada 6 kun ish, bir kunda. Bizning ishxona o'sha Qoraqamishda joylashgan, Vuzgarodok deydi-ku, o'sha talabalar shaharchasiga yaqin joy. Beruniy metro yaxshi, ya'ni yaqin, ya'ni transportga yaxshi, qulay bo'ladi. Shunaqa, bizda undan tashqari o'zi qanaqa bo'ladi oyliklar desanglar, fiksa bo'ladi. Undan tashqari bonuslar bor. Siz o'sha sizga oylik rejalar beriladi, shuni bajarasiz. Undan tashqari yo'l puli bor. Mana shunaqa qilib sizga oyligi shakllanadi. Hozir sertifikat egalarini imtihon bo'ladi, ustozlar. Mana biz Abdulloh bilan hozir gaplashdim. 2-3 daqiqada xudo xolisa yetib borar ekanlar. Yoki hozir test berib yuboradilar, men aytaman. Sirazi qo'yib aniqlaymiz. Zo'r, mana 70 ta ortiq ustozlar bor. Yana savollar bo'lsa berib olinglar. Ikkita sertifikat sohibini hozir 10 daqiqa ichida xudo xolisa boshlaymiz. O'shanda aniqlanadi. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Haligi 4 kunlik kursingizni narxini aytib olasizmi? Xo'p, rostini aytaman, aniqini bilmayman, lekin 997 mingmi, mana shunaqa summada. Qabulxonaga yozing, mana gruppaga tashlab qo'ydik-ku. Xo'p, rahmat. Ustoz Pro adminga yozsanglar aytadi. Aniqini bilmayman, shu 997 ming atrofida. Lekin ishoninglar, masalan, kursga sarflaysizlar-ku pulni. Birinchi oy yozda chiqarib olsanglar bo'ladi. Xo'p, o'rganishim kerak. Barno Bo'rarovna degan ustozim savol beribdilar. Tak. Men mental arifmetikani yarmigacha o'rgandim. Endi qolgan yarmini o'rganishim kerak. Bo'lish ko'paytirishlarni debdilar. Mana shu malaka oshirish onlayn kursi ham bor. Aynan Toshkentga kelishi shart emas. Masalan, boshqa kurslarimizga nisbatan narxi anchagina past. Shuna hisobiga, masalan, malaka oshirishga o'zi odatda kimlar keladi bizga desanglar, o'zi mustaqil o'rgangan, boshqa markazlarda o'qigan, masalan, qo'shiq bilan ayrishni biladi, darslarni boshlab qo'ygan, ishlar zo'r ketyapti, endi uyog'iga mavzular kerak bo'ladi. Yoki ishlar zo'r ketyapti, bo'ladi, natija qilish kerak. Masalan, qanaqadir ularni aytaylik, nima desa bo'ladi, tasavvurga chiqishini yaxshilash, tezligini oshirish, shunaqa paytda bosh qotib qo'ygan ustozlar ko'pincha keladi. Xo'p, Mavluda ustozdan savol kelibdi. Tak. Beravering. Ustoz, qarang, hozir darslaringizdan ko'rdim. Rahimov degan o'qituvchi bor ekanda, o'sha darsidan ko'rdim Ustoz Proda, boshqa oxirida ko'paytirishni o'rgatgan niqob taqib olgan qiz bor ekanda, o'shanikini ko'rdim. 34 dan keyin chiqmagan ekanda, 35-dars. O'sha joyigacha tugatdim-da. Men offlayn deb yozilgani kerakda sertifikatda ishxonamga, lekin offlaynga ertalabdan kechgacha deyapti. Onlayn o'qisam, offlayn topshirsin, offlayn deb yozib berishda iloji yo'qmi? Yo'q, bizda uni ilojisi yo'q, chunki biz harakat qiladigan narsamiz ertaga ish beruvchilar baribir hamma narsani nazorat qiladi.
Ya'ni biz agar onlaynga offlayn yozadigan bo'lsak, bu sifatni tushishiga sabab bo'ladi. Ertaga bizni sertifikatimizga ish beruvchilar ham ishonmay qo'yadi. Ha, bo'ldi, ustoz prodan bo'lsang ham hattoki bor deydi. Boshqa yoqda o'qib yoki o'zim imtihon qilib ko'raman deyishi mumkin. Biza shunaqa sifatimizni buzib qo'ymaslik uchun qancha pul taklif qilishsa ham onlaynda offlayn qilib bera olmaymiz yoki imtihondan o'ta olsa sertifikat berib yubora olmaymiz. Shunaqa holati bor. Shuning uchun o'zi qarang, agar noldan malaka oshirishga kelmoqchi bo'lsangiz, bu 4 kun faqat yoki 3 kun ham qilib berishimiz mumkin. Lekin offlayn noldan mutaxassislikkacha kelaman desangiz 6 kun faqat vaqtingiz ketadi. Ertalabdan kechgacha. Endi ishdan so'rab tursa bo'ladi, chunki ko'pi shanba yakshanbadan boshlanadi ko'pincha. 2 kun bo'ldi dam olishga, baribir shundoq ham ishxonangizdan ham dam olardingiz. Shunchaki 4 kunga javob bersangiz bo'ldi. 4 kunda ko'paytirish bo'lish ildizlar o'tiladimi? Hammasi o'tiladi. Masalan, hozirgi malaka oshirish kursimizda ham amallar bitta o'rganib kelinadi. Faqat siz qo'shiq ayirish bilan keling, bazingiz bo'lsin. Noldan kelib qo'ysangiz qiynalasiz. Tushunarlimi? Narxlarini aytib o'tasizmi o'shalarni? Taxminan 997 ming. Men aniqini bilmayman. Hozir ham aytolmayman. Chunki prosta shunchaki kanalni ko'ringlar. Hozir mana ko'rib beraymi sizga? Ko'rib bering o'shani. Shu 997 Men borishim kerak-da, o'shanga yozgandim, 6 kunligi qimmatli qilgandida. Ha, o'sha shunaqa, ya'ni men hozir sizni taxminan aytib berdingiz-ku, o'sha YouTube'dagi video darslar bilan agar o'rgangan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan malaka oshirish o'zi sizga yetarli bo'ladi. Chunki keyin mana qarangda, bizda bitta imkoniyat bor. Siz shunchaki bizni o'qidingiz, bitadingiz, ketdingiz emas. Ertaga har qanaqa savolingiz bo'lsa, bemalol menga, Muhammad Husayn ustozga yoki boshqa mutaxassislarimizga bog'lanib, o'sha vaziyatda muammoingizni o'rganib olsangiz bo'ladi-da. Tushuntira oldimmi? Sizni ko'rdim, Iqro kedisida ham ko'rdim, lekin ustoz pro menga yoqdi. Dars o'tishlari, o'qituvchilardagi hamma ma'lumotlar ochiq bo'lgani uchun, ishonarli bo'lganligi uchun to'g'risi qo'shildim. Iqro Kids bilan Ustoz Pro bitta. Ya'ni biz oldin Iqro Kids nomi bilan ishlaganmiz, keyinchalik Ustoz Pro yo'nalish. Ya'ni rebranding qildik. Ikkalasi ikki xilmi deb o'yladim. Ha, yo'q, boshida biz bolalarni o'rgatishga ko'proq anaqamizni, fokusimizni bergan edik. Keyin ko'p hamma viloyatdan ustozlarimiz Telegram kanal orqali, YouTube orqali so'rashurdi. Bizga ham o'rgating, biz ham bolalarimizga, o'quvchilarimizga o'qitaylik deb, shundan keyin bitta yo'nalish ochganmiz, Ustoz Pro degan. Ya'ni faqat pedagogika bilan shug'ullanadigan. Tak, xo'p. Keyingi savollarga o'taylik, maylimi ustoz? Faqat siz bilan band bo'lib qolsak, qolganlar ham zerikali bo'lib qoladi. Xo'p, qaranglar, yana savol kelibdi. Shahnoz ustoz yozibdilar, bergan puliga arziydi. O'zim 1.300.000 ga tayyorlanganman. Hech qanaqa havaslanmayman, albatta boringlar. Yozyaptilar. Onlayn protokol. Tak. Xo'p, ustozlar, agar savollar bo'lmasa, qolgan o'sha malaka oshirish bo'yicha bo'libdi. Ustozlar, malaka oshirish bo'yicha adminga yozinglar hozir. O'sha yozsanglar, ular tushuntirib beradi. Necha pul, qanaqa, onlaynmi, offlaynmi? Mana sizlarga yana qayta talab tashlab qo'yaman. Assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi. Bemalol. Anaqa, qarang, malaka oshirganimizdan keyin hozir bizda bitta yulduzcha bor, o'qib chiqqanimizdan keyin yana yulduzchani qo'shib berasizlarmi yo unga boshqa alohida o'qish kerakmi? Yulduzcha olish uchun. Qarang, o'zi hali, ya'ni savolingiz yaxshi bo'ldi. Yo'q, bunda yulduzcha qo'shilmaydi. Bizda masalan, o'zi bilsanglar, trenerlik birinchi sertifikatimizga 5-darajali trener deyiladi. Keyingi 4-darajali trenerga o'tishingiz uchun mental arifmetika 2.0 kursida o'qishingiz kerak. U kursda xalqaro darajalar bo'yicha 6-5-darajalar mavzulari ham kiritilgan. Manfiy sonlar ustida amallar, qiyin sonlar bilan amallar, bo'lish, ko'paytirish, qo'shish, ayirish, ildizdan chiqarish, har qanaqa sondan ildizdan chiqarish, har qanaqa sonni kvadratga ko'tarish, mana shunaqa mavzular bor. U kurs boshqa. Lekin bu malaka oshirish ko'pincha dars jarayonida muammolari bor, moliyaviy tarafdan o'solmayapti, xohlayapti-yu, masalan, kimdir bor, nima qilsa ham o'sha 4 million oylik daromadda qolib ketdi. U maqsadlari aytaylik 8 million. Shunga chiqish imkoniyati bormi desanglar, bor. Yoki o'quvchilarning natijasi bo'yicha o'solmayotganlar ko'p bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda darsni tizimlashtirish bo'yicha o'shalarga juda katta yordam beradi. Ustoz, hozir bizada so'rayotganimda maktabimda aniq javob berishmayapti-da. Bitta mentalniy o'qituvchimiz bor ekan, o'sha Iqro Kidsda o'qiganman dedi, diplomini, sertifikatini bergan. Undan tashqari vazirlikka topshirib, trenerlik qilishi mumkin degan qog'oz olibdi. U shartmi? Shart emas.
Ho'p, menimcha o'zi umuman olganda vazirlikka topshirib hech qanaqasiga sizlar trenerlik qilish mumkin degan qog'oz ololmaysizlar hozirgi qonunchilikka ko'ra. Chunki biza nima qilganmiz? Biza bu faoliyat bilan shug'ullanish uchun o'sha Vazirlar Mahkamasi qoshidagi ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi bor. Hozir ba'zida litsenziya berish bitta tashkilotdan bittasiga o'tib turadi. Xullas, biza olganimiz o'shalardan olganmiz. Bizada litsenziya bor, shu soha mutaxassisini tayyorlash bo'yicha. Bekorga masalan 40 soat o'qitmaymiz. Bekorga aytaylik anaqalarimiz ya'ni dars ishlanmalarimiz standartlashmagan. Chunki ularning talabini ham olganmizda. Aslida biza 24 soatda, ya'ni 24 soat o'qitib, bemalol mental arifmetika trenerini chiqarsak bo'ladi. Chunki xalqaro mental arifmetika assotsiatsiyalari xuddi shunaqa o'qitadi. Lekin biz baribir O'zbekiston ta'lim standartlariga baribir yurasiz, iloji yo'q. Shu joyda faoliyat qilayotganingiz hisobiga. Shuni hisobiga biz 40 soatlikka o'tganmiz yoki malaka oshirish kursimizni ham 1 oylikka qilganmiz. Mana shunaqa holatlari bor. Ya'ni u ish noto'g'ri, unaqa qilib o'tirishingiz shart emas. Siz kimdandir litsenziya olmaysiz. Siz bu faoliyat bilan shug'ullanish uchun litsenziya olmaysiz, balkim yuridik tarafdan o'quv markazi ochishingiz uchun yoki tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat olishingiz uchun guvohnoma olasiz. U litsenziya hisoblanmaydi-da. Tushuntira oldimmi? Sizning mutaxassisligingiz bo'yicha shunchaki sertifikat bo'lsa bo'ldi. Chunki o'sha sertifikatni berayotgan tashkilotni sizlarga o'xshagan trener chiqarishga litsenziyasi bo'ladi. Endi hammasida ham emas, sizlar ko'ringlar. Mana shu litsenziyani pastiga yozib qo'ygan bo'ladi. Sertifikatni pastiga yozgan bo'lib, biz odatda yozib qo'yamiz. Falon sonli, falon raqamli litsenziya asosida sizlarga sertifikat berildi deydi. Ya'ni buni qonuniy kuchini ko'rsatish uchun. Tushuntira oldimmi? Hozir biz nima desak bo'ladi zavodchimizga, misol uchun u aytibdi, bu o'qituvchi deyapti, vazirlikdan olgan, u nega sen topshirmayapsan? U sertifikatni ham tezlashtir. Misol uchun kursga o'qiyotgan bo'lsang, xo'p, bir hafta o'qiysan, sertifikat diplom beradi. Bu senga ruxsatnoma beradimi, bermaydimi? Vazirlikka topshirishing kerak. U boshqacharoq deyapti-da. Ya'ni menga o'shalarni mana lichkamni hozir ko'rinib turibdi-ku, tashlang o'shalar rasmini bitta ko'ring, qanaqa ekan ular litsenziyasi yoki o'sha sertifikati. Vazirlik beradigan sertifikat haqida men eshitmaganman-da. Masalan, 2018-yildan beri mana shu sohadamiz. Lekin hozir Xalq ta'limi vazirligimi yoki ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasimi hech qaysi biri bu soha mutaxassislarini yo sertifikat sanalmaydi yoki aytaylik malakasini oshirmaydi. Tushunarlimi? Faqat bizga o'xshagan xususiy sektorlar qiladi buni. To'g'ri, qaysidir pedagogika institutlarida, nizomiyda yoki aytaylik milliyda bor, qaysidir yoki xususiy universitetlarda bor. Qo'shimcha mutaxassislik sifatida shu sohani ham bitta semestr o'qitib borishyapti. Va shu bo'yicha sertifikat berishyapti. Lekin vazirlikda o'zida bunaqa hozir tashabbusi umuman ko'rmaganman. O'sha ham qiziq, agar rostdan ham shunaqa bo'lsa, men ham o'zim ko'rardim. Qani, shuni bitta tashlab yuboring. Siz men ustozdan so'rab tashlardim-da, men so'ragandim. Kursda o'qisa bo'ldimi? Chunki men yarmini bilaman. Kursni sotib olib o'qisam, diplom berar ekan, xuddi shunaqa, sertifikat berar ekan dedim. Siz vazirlikka topshirib ruxsatnoma olishingiz kerak dedi. Xususiy maktab, bog'chalarda o'qitish uchun deb. Trenerlik bo'yicha dedi. Hop, qarang, anaqa qilaylik. Yo'q, bunga tashlab yuborasiz, men ko'raman. Sizga yozib qo'ydim, assalomu alaykum deb. Abdulloh bo'lib chiqadi. O'shandan bitta ko'rib oling. Xo'p, yana bitta savol beringlar, shu bilan testni boshlaymiz. Ko'ramiz kim yutadi bugun ikkita sertifikatli, ikkita diplomni. Tak. Yozamiz, savolinglar bormi? Abdullohga yozdim. Hozir bitta telefon qo'yaylik. Attek Abdulloh. Abdulloh o'zi bizda o'sha inspektor anaqasida, bizda bilsanglar bitta holat bor. Hozirgi mutaxassisimizni qisqacha tanishtirib o'tay, o'zlari efirga qo'shilgunicha. Ya'ni ularning vazifasi shundan iboratki, bizda darsni boshqa ustoz o'tadi, asosiy darslarni, imtihonni boshqalar oladi. Nimaga desanglar, sabab shundaki, baribir o'qitgan ustoz ko'pincha shogirdlariga yonbos boradi, chunki baribir ko'zga yaqin bo'lib qolgan bo'ladi, mehri jo'shib, endi o'zim shogirdimmi deb turib qo'yib yuborishi mumkin. Biz sifatli mutaxassislik chiqarish uchun odatda alohida imtihon oluvchi qo'yganmiz. O'sha taraflari bor. Tak, bo'lmasam ustozlar savollar qolmadi. Demak, yana takror etaman, bitta oxirgi marta shuncha gapirdim, anaqa e'lonimizni sizlarga bildirib ketay. 22-noyabr soat 9:00 da ana Toshkent shahridagi bizning ofisimizda mental arifmetika trenerlari uchun 4 kunlik offlayn malaka oshirish kursimiz bo'ladi. Juda ham kuchli formatda bo'ladi, xudo xolisa. Shuning uchun qatnashinglar. Ishoninglar,
boshlanishinglar 0 bo'lsa yoki 1 bo'lsa, biz shuni 2 kamida 3 qilib chiqarib olamiz. Har tarafdan moliyaviy, pedagogik, kasbiy, umuman olganda o'sha tadbirkorlik tarafdan marketing darslari orqali sizlarni rivojlantirib o'stirib beramiz. Xo'p, agar kimdir Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Men izlab hozir kirib qoldim gruppalaringizga. Aha. 0dan qanday boshlash mumkin? Balkim u savol berilgandi, bilmayman. Bugun izlab topib Xo'p, shu Jamila ustoz, mana pastda hozir ustoz pro admin yozyaptilar. 0dan bizda onlayn offlayn kurslarimiz bor. Masalan, noyabr oxirida Toshkent shahrida 6 kunlik offlayn darsimiz bo'ladi. Unga qatnashsangiz bo'ladi yoki 1 oy davomida 0dan mutaxassislikkacha chiqsangiz bo'ladi onlayn darslarda. Sifat kuchli bo'lish uchun bizda nazoratchilar bor, dars alohida ustoz, imtihonni alohida ustoz oladi, kurs yakunida sertifikat qo'llanmalar beriladi. Qabulxonaga yozing, ular yetadi. Xo'p, demak, Abdulloh ustoz efirdalar. Uzr ustoz, tez gapirganim uchun. Abdulloh ustoz efirdalar, chunki ko'pchilik kutib qoldi-da, biz hozir qachon test olasizlar, qachon sertifikatni egalani e'lon qilasizlar deb. Hozir sizlarda 3 bosqichli imtihon bo'ladi. Birinchi bosqichda mana bunday qog'ozda sizlarga test beriladi. Oq qog'ozda. Buni elektron shaklda tashlaymiz. O'shani sizlar ishlab chiqasizlar. Undan keyin metodik savol beriladi, ikkinchi bosqich. Uchinchisi yana bitta bosqichimiz bor, flash karta sanash. Uni bajarsanglar, uchala topshirgan imtihoninglardan ballarni biz eng anaqa jadvalga keltiramiz. Eng top bo'lgan 2 kishiga biz sertifikat, diplom beramiz. Xo'p. Barchalarga bugungi efirda qatnashganinglar uchun rahmat va hozir bo'ladigan imtihonda barchalarga omad tilaymiz. Abdulloh, shu yerdamisiz? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, yaxshimisiz? Charchayapsiz? Rahmat. Sizga anaqa mikrofon berdim. Xo'p, bo'ladi ustoz. Rahmat kattakon. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Barchangizga xayrli kech. Sizlarning inspektor loyihasini, demak,